Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetlik qarindoshlar. Bugun jahillik haqida to'xtalamiz. Jahillik aslida yomon ish emas. Bu yerda ko'zda tutilgan jahillik ilm ma'rifatdan mahrum qolgan nodonlik emas, balki o'z mavqesida, aqidasida, fikr qarashida va o'z ishida chin turadigan qat'iylik va qaytmaslikdir. Bu ma'nodagi jahillik hammamizda bo'lishga tegishli go'zal xislatdir. Chunki natija qozonganlar, g'alaba qilganlar va planini amalga oshirganlar hammasi jahillik ruhiga ega qaytmas kishilardir. Shunga deymizki, jahillik bizni o'z maydonimizda oxirga qadar mustahkam turg'izadigan irodadir. Jahillik hamma odam voz kechishni talab qilgandimi, o'z planidan, g'oyasidan voz kechmaslikdir. Jahillik to'sqinliklar va qiyinchiliklar oldida orqaga qaytmaslikdir. Jahillik ko'p qatim yengilgan bo'lsaqmi, bizni o'zimizga va qudratimizga ishongan holda tutib turadigan holatdir. Jahillik qarshiliklar va dushmanliklar oldidagi po'latdak irodaning ko'ringan yuzidir. Jahillik barliq chora tadbirlar tugagan, atrofdagilar voz kechishga ham undab turgan vaqtdagi eng oxirgi qo'rg'ondir. Jahillik mustabidlarga qarshi eng unumli quroldir. Jahillik o'ziga bo'lgan ishonchning dalilidir. Jahillik voz kechishdan yaxshidir. Jahillik voz kechishdan, tushib berishdan va qo'yib berishdan albatta yaxshidir. Voz kechishning eng yomon turi o'z mavqesidan voz kechish, o'zining moddiy va adabiy haqqidan tushib berish va zolimlarga qo'yib berishdir. Ajdodlarimizni mustamlikachilarga bosh egmaydigan, ularning hukmronligini va madaniyatini qabul qilmaydigan, hatto tilini yomon ko'radigan qilgan narsa ulardagi jahillik ruhidir. Mushu ruhning kuchi bilan bizning dinimiz, tilimiz ve milli an'analarimiz saqlanib kelgan. Jahillik ijobiylik mi, salbiylik mi? Jahillikqa ijobiy yoki salbiy deb baho berish kishilarning shu masalaga qarata mavqesiga bog'liq bo'lib, biri uni o'z irodasida ching turganlik deb maqtasa, yana biri tarsalik deb so'kidi. Ammo biz zo'r natijalarni qozonish orqali dunyoviylashgan mashhur qo'mondonlarning ve katta shaxslarning tarixiga nazar soldigan bo'lsak, ularning eng o'tkir quroli jahillik ruhi, voz kechmaslik irodasi ekanligini bayqaymiz. Masalan, Galilei o'z vaqtida zaminning o'z o'qida aylanadiganligini e'lon qilganda, cherkov besimdorlari uni mahkamaga chaqirtib, o'tda ko'ydirib o'ltirish bilan tahdid solganda, u mahkamadan chiqibla zamin hozirmi aylanib turdi-ku degan. Yani öz mavqesidan qaytmagan. Sukrat Gretsiyada yoshlarning aqlini zaharladi degan tuhmat bilan mahkamaga chiqarilganda, u o'z falsafasida ching turish badiliga o'limni tanlagan. Kendi Hindistonning mustaqillik uchun kurash qilganda, Angliya doiralari uni o'nlarcha qatim turmalarga tashlab, öz irodasidan, davosidan voz kechishga zo'rlagan va jismoniy jazolarga uchratgan chog'ladimi, u o'z mavqesidan qilcha keyniga qaytmagan. Hatto turmada ochliq e'lon qilish degandek usullar bilan o'z davosini davomlashtirgan. Inglizlar u agar turmada o'lib ketsa, Hindistonliklarning qo'zg'alib ketishini to'xtatqili bo'lmaydiganligini bilib, uni turmadan chiqarishga majbur bo'lgan. Oxir Hindiston xalqi o'zining mustaqilligini qo'lga olgan. Janubiy Afrikaliklarning lideri Nelson Mandela mustamlikachi oq tanliklarning hokimiyatini qabul qilmaslik badilga 28 yil turmada yetishga rozi bo'lgan. Mustamlikachilarning turli qoyil qilish usullariga qat'iy qoyil bo'lmagan. Natijada davlatini mustaqil qilgan. Mashhur shaxslarning mavqesi hargizmi jahillik emas, balki mustahkam iroda va qaytmas ruhdir. Öz mavqesida ching turib natija qozonganlarning eng kattasi va eng ulug'i Hazreti Muhammad sallallohu alayhi vasallamdir. Mushriklar o'z vaqtida u zotni mavqesidan va g'oyasidan voz kechtirish uchun
aqliga kelgan usul va choralarning hammasini qo'llangan. Hatto uni g'oyasidan voz kechish badaliga boylik tilisa, butun Arabning boyligini to'plab berishga, mansab tilisa, uni o'zlariga podshoh qilib tiklashga va'da berganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohning nomi bilan qasamki, ular quyoshni o'ng yonimga, oyni so'l yonimga qo'yib bergan taqdirda men bu yo'ldan qat'iy voz kechmayman yoki mushu yo'lda halok bo'laman degan. Balalarning johilligi ayb emas. Ba'zi balalarning johilligi ota-onalarni haqiqatan taqat qila olmaydigan holatga keltirib qo'ydi. Ammo u yomon ish emas. Chunki u balalarning mustaqilligining yetilganligiga va shaxsiyatining kuchlikligi dalildir. Balalarning irodasini sundirish va ularni bo'ysunishga majburlash cho'ng xatolikdir. Shunga balalarning o'z ra'yida cho'ng turib olishini ayblamaslik va uningdan ranjib ketmaslik kerak. Chunki balangiz sizdan mustaqil inson, u sizning nusxangiz emas. Shunga balalarning tarsaliqi tutqanda ularga achchiqlashning o'rniga ular bilan so'zlashish ve derdini sevirçallık bilen anlaş gerek. Şunda qılğandılar balaның gepke unumayotganliginin sebebini bilgili, andın onun çağrısını qılğılı boladı. Nurgun kişiler itaatçan bala terbiyeleş kuyuda bolğanlık üçün gepke unaydıgan, takallaşmaydıgan, şoxluq qılmaydıgan, yavaş, mulayim balalarını en ahlaklı balalar dep sanaydı. Əməliyyatda bundaq balalar bir qism kişilərinin nəzirdə əxlaqlıq balalar sanalsımı, yaxşı balalar bolalmaydı. Çünki yaxşı balalar itaatdən bəkrak toğrusunu qılıdığan, müstəqil təfəkkür qılalaydıgan, öz şəxsiyyətini o'ttirg'i qo'ya oladigan balalardır. Bizga yavaş, itaatçan balalar emas, şəxsiyyəti kuchlik, müstəqil təfəkkür qila oladigan balalar kerak. Şuna siz cahillik qilib turib oladigan balangizga qattiqlik qilmang. Belki o kelgusida sizga va millatingizga sharaf keltiradigan katta shaxslardan bo'lib chiqishi mumkin. İbret. Siz o'zingiz to'g'ri deb qaragan ishda chin turing. Boshqalarning jahilligiga qarshi jahillik qilib turib olmang. Boshqalarni o'z fikringizga keltirishga tirishmang. Vaqaning beshida tarsaliqdek ko'ringan ish vaqaning oxirida qadrlashga tegishlik azimatlik ish bo'lib chiqadi. Itoatchan baladan jahil bala yaxshi. Chunki itoatchan balaning shaxsiyati kuchlik bo'lmaganligi uchun uni boshqalar o'ng'ayla o'zining foydasiga qo'llana oladi. Ammo jahil bala har zaman mustaqil ish ko'rish qobiliyatiga ega. Allah Teala hemimizni salih farzandlarni yetiştirishga muyassar qilsin. Amin.